Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men siz bilan juda muhim mavzuni, har bir oilaga bevosita tegishli bo'lgan masalani gaplashaman. Pensiya islohoti, pensiyalar qanday oshadi, kimlar bundan yutadi? Kimlar ehtiyot bo'lishi kerak va hozirdanoq qanday hujjatlarni tartibga keltirish zarur? Bu mavzu faqat hozir pensiya olayotgan pensionerlarga emas, 45 yoshdan oshgan har bir ishlayotgan odamga, uy bekalariga, norasmiy ishlaganlarga, chet elda mehnat qilganlarga, yakka tartibdagi tadbirkorlarga ham tegishli. Men sizga oddiy tilda tushuntiraman. Pensiya nima hisobidan oshadi? Ish staji va ish haqi nima uchun muhim? Qaysi xatolar odamni kelajakda kam pensiya olishga majbur qiladi? Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim amaliy maslahatlar oxirgi qismda bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bu ma'lumot sizga yoki yaqinlaringizga pul masalasida juda katta yordam berishi mumkin. Avvallari ko'pchilik pensiya masalasiga juda oddiy qarardi. Yoshim yetsa, boraman, ariza yozaman, davlat menga pensiya tayinlaydi deb o'ylardi. Lekin amalda pensiya miqdori odamning butun mehnat yo'li, rasmiy ish staji, to'langan badallar, ish haqi, hujjatlari to'g'riligi va bazadagi ma'lumotlar bilan bog'liq. Kimdir 30 yil ishlagan bo'ladi. Lekin hujjatda bo'yinda 2 yil ko'rinadi. Kimdir yaxshi maosh olgan bo'ladi. Lekin rasmiy maoshi minimal ko'rsatilgan bo'ladi. Kimdir chet elda ishlab kelgan bo'ladi. Lekin tasdiqlovchi hujjat yo'q. Natijada pensiya tayinlash vaqtida men shuncha yil ishlaganman degan gapning o'zi yetmaydi. Isbot kerak bo'ladi. Endi vaziyat o'zgarib boryapti. Davlat pensiya tizimini tartibga solish, adolatliroq qilish, raqamlashtirish va odamning real mehnat faoliyatini hisobga olishga harakat qilmoqda. Bu nimani anglatadi? Endi ko'p narsa elektron bazalarga, ish beruvchi tomonidan topshirilgan hisobotlarga, soliqlar va ijtimoiy to'lovlarga, mehnat daftarchasidagi yozuvlar bilan elektron ma'lumotlar mosligi bog'liq bo'ladi. Agar avval qog'oz hujjat bilan ko'p masalani hal qilish mumkin bo'lgan bo'lsa, hozir bazadagi ma'lumotlar ham juda muhim. Pensiya oshishi masalasida ham odamlar ko'p savol beradi. Pensiyalar birdan oshadimi? Hammaga bir xil qo'shiladimi? Kimning staji ko'p bo'lsa, ko'proq oladimi? Ishlamagan odamga ham oshadimi? Mana shu savollarga men ketma-ket javob beraman. Avvalo, pensiya miqdori havodan olinmaydi. Pensiya odatda bir nechta asosiy omilga bog'liq. Yoshga yetish, zarur ish stajining mavjudligi, rasmiy ishlagan davrlar, ish haqi miqdori, imtiyozli davrlar va qonunlarda belgilangan ustamalar. Shuning uchun ikki qo'shni bir xil yoshda pensiyaga chiqqan bo'lsa ham, biri 1 million 200 ming so'm, boshqasi 2 million 500 ming so'm olishi mumkin. Chunki ularning ish staji, rasmiy maoshi, kasbiy imtiyozlari va hujjatlari farq qiladi. Masalan, birinchi holatni olaylik. Aziza opa 3 yil maktabda ishlagan, hammasi rasmiy. Uning mehnat daftarchasi bor. Ish haqi hisobotlari topshirilgan. Ta'til va dekret davrlari hujjatda ko'rsatilgan. Bunday holatda pensiya tayinlash nisbatan oson bo'ladi. Chunki ish staji tasdiqlangan. Agar qonunchilikda indeksatsiya yoki pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqish bo'lsa, Aziza opa bundan odatda rasmiy ravishda foyda ko'radi. Ikkinchi holat, Bahrom aka 25 yil qurilishda ishlagan, lekin shundan 2 yilni norasmiy ishlagan. Na mehnat shartnomasi bor, na ish beruvchi soliq to'lagan, na staj bazada ko'rinadi. U kishi men shu qurilishlarda jonimni berib ishlaganman desa ham, pensiya jamg'armasi hujjatsiz davrni to'liq hisobga ola olmasligi mumkin. Natijada haqiqiy hayotda 25 yil ishlagan odam hujjatda 13 yil ishlagan ko'rinadi. Mana eng katta xavf shu. Uchinchi holat, Dilbar opa yoshligida ishlagan, keyin farzand tarbiyasi bilan uyda qolgan, keyin yana ishlagan. Bunday ayollar juda ko'p. Ular uchun tug'ruq ta'tili, bolaga qarash davri, rasmiy ishga kirgan va chiqqan sanalar juda muhim. Ba'zi davrlar qonun bo'yicha stajga qo'shilishi mumkin, lekin buning uchun hujjat kerak. Tug'ilganlik guvohnomalari, ish joyidan ma'lumotnomalar, buyruqlar nusxasi, arxiv hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Pensiya islohotlarining asosiy maqsadi mening fikrimcha 3 ta yo'nalishda ko'rinadi. Birinchisi, pensiya tizimini moliyaviy barqaror qilish. Chunki pensionerlar soni oshib bormoqda, umr davomiyligi uzaymoqda, ishlayotgan aholining bir qismi norasmiy sektorda qolmoqda. Agar ko'pchilik rasmiy ishlamasa, badallar va soliqlar to'lanmasa, ertaga pensiya tizimiga yuk ortadi. Ikkinchisi adolatni kuchaytirish. Ya'ni kim ko'proq va rasmiy ishlagan ko'proq hissa qo'shgan bo'lsa, uning pensiyasi ham shunga mos bo'lishi kerak. Bu juda muhim prinsip. Chunki odamlar rasmiy ishlashga qiziqishi uchun
kelajakda bundan foyda ko'rishni bilishi zarur. Uchinchisi, raqamlashtirish, elektron mehnat daftarshalari, soliq bazalari, ijtimoiy himoya tizimlari bir-biriga bog'lanmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan korrupsiya va sarson sargardonlikni kamaytirishi mumkin. Lekin yomon tomoni shuki, agar sizning ma'lumotlaringiz bazada noto'g'ri bo'lsa, buni vaqtda tuzatmasangiz, pensiyaga chiqqanda muammo chiqadi. Shuning uchun men doimo aytaman, pensiyaga chiqishga oy qolganda emas, kamida 3-5 yil oldin hujjatlarni tekshirish kerak. Pensiya o'sishi odatda bir necha yo'l bilan bo'ladi. Birinchisi umumiy indeksatsiya. Ya'ni davlat narx-navo, inflyatsiya, budjet imkoniyatlari va ijtimoiy siyosatga qarab pensiyalarni ma'lum foizga oshiradi. Masalan, pensiya o'yinchoqlar berilmagan, pensiya ariy foizga oshirilsa, 20 million so'm olayotgan odam 20 million 100 ming so'm olishi mumkin, 2 million so'm olayotgan odam esa 2 million 200 ming so'mga chiqishi mumkin. Lekin amalda har doim ham oddiy 10% qo'shish shaklida bo'lmasligi mumkin. Chunki bazaviy miqdorlar, eng kam pensiya ustamalar alohida tartibda o'zgaradi. Ikkinchi yo'l eng kam pensiya va ijtimoiy to'lovlar oshirilishi. Bu ko'proq kam pensiya olayotganlarga ta'sir qiladi. Masalan, bir pensionerning hisoblangan pensiyasi juda past bo'lsa, davlat belgilagan eng kam darajadan past tushmasligi uchun qo'shimcha mexanizmlar bo'lishi mumkin. Bunday o'zgarishlar kam ta'minlangan pensionerlar uchun juda muhim. Uchinchi yo'l ish staji yoki ish haqi bo'yicha qayta hisoblash. Agar odamning avval hisobga olinmagan staji topilsa, arxivdan ma'lumot chiqsa, ish haqi bo'yicha tasdiqlovchi hujjat keltirilsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, Karim aka pensiyaga chiqqanda 22 yil staji hisoblangan. Keyin eski zavod arxividan yana 6 yil ishlagan tasdiqlandi. Agar bu davr qonuniy tartibda qabul qilinsa, pensiya miqdori o'sishi ehtimoli bor. Demak, hujjat topish ba'zan oddiy qo'shimcha emas, har oy qo'shimcha pul degani. 4-yo'l alohida toifadagi fuqarolarga ustamalar. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar, urush va mehnat fronti bilan bog'liq ayrim toifalar, alohida xizmatlari bor fuqarolar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar bo'yicha maxsus tartiblar bo'lishi mumkin. Bu yerda har bir holat alohida ko'riladi. Shuning uchun qo'shnim oldi, men ham olaman deb xulosa qilish xato. Birinchi navbatda norasmiy ishlagan yoki hozir ham norasmiy ishlayotgan odamlar xavotir olishi kerak. Agar sizga ish beruvchi maoshni qo'lga beraman, hujjat kerak emas desa, bugun qulay tuyuladi. Lekin ertaga pensiyangizga zarar bo'ladi. Rasmiy maosh past ko'rsatilsa ham xuddi shunday. Masalan, siz amalda 5 million so'm olayapsiz, lekin hujjatda 20 million 500 ming so'm ko'rsatilgan. Bugun ish beruvchi soliqdan qochadi. Siz esa kelajakda pensiyada kamroq hisobga ega bo'lishingiz mumkin. Ikkinchi toifa eski korxonalarda ishlaganlar. 1990 yillar, 2000 yillar boshida ko'p korxonalar yopilgan, nomi o'zgargan, arxivlar yo'qolgan. Agar siz shunday joylarda ishlagan bo'lsangiz, hozirroq arxiv masalasini tekshiring. Korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari davlat arxiviga topshirilgan bo'lishi kerak. Lekin amalda har doim ham topish oson emas. Uchinchi toifa chet elda ishlaganlar. Rossiya, Qozog'iston, Koreya, Turkiya yoki boshqa davlatlarda ishlagan bo'lsangiz, o'sha davr pensiya stajiga qanday ta'sir qilishi ikki davlat o'rtasidagi kelishuvlar, ishning rasmiyligi va hujjatlariga bog'liq. Men chet elda 10 yil ishladim degan gap yetmaydi. Mehnat shartnomasi, badal to'langani tasdiqlovchi ma'lumot, ish joyidan ma'lumotnoma, tarjima va legalizatsiya talab qilinishi mumkin. 4-toifa yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar. Siz savdo qilgan, xizmat ko'rsatgan, hunarmandchilik qilgan bo'lishingiz mumkin. Lekin ro'yxatdan o'tganmisiz? To'lovlarni vaqtida qilganmisiz? Faoliyatingiz bazada ko'rinadimi? Mana shu savollar muhim. Rasmiy ro'yxat va to'lovlar bo'lmasa, keyin men bozorda 20 yil ishladim degan gap pensiya hisobida muammo bo'lishi mumkin. Agar siz butun umr davlat tashkilotida yoki rasmiy korxonada ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchi hisobotlarni topshirgan bo'lsa, mehnat daftarchangizdagi yozuvlar aniq bo'lsa, elektron bazalarda ish stajingiz ko'rinsa, siz nisbatan xotirjam bo'lishingiz mumkin. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men hatto eng tartibli ishlagan odamlarga ham kamida bir marta o'z stajini, ish joylari tarixini va hujjatlarini tekshirtirishni maslahat beraman. Masalan, bir o'qituvchi 35 yil ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin familiyasi turmushga chiqqandan keyin o'zgargan. Eski diplomdagi ism bilan hozirgi pasportdagi ism farq qiladi. Mehnat daftarchasida bitta harf xato yozilgan bo'ladi. Shu kichkina xato ham pensiya tayinlashda
qo'shimcha hujjat talab qilishi mumkin. Demak, xotirjamlik yaxshi, lekin tekshiruv undan ham yaxshi. Pensiya masalasida eng ko'p uchraydigan xatolardan biri odamlarning hamma davr stajga kiradi deb o'ylashidir. Har bir davr avtomatik qo'shilavermaydi. O'qish davri, harbiy xizmat, bolaga qarash davri, ishsizlik davri, kasallik varaqasi, tadbirkorlik davri, chet eldagi ish davri har bir aloda qoidalar bilan tartibga solinadi. Shuning uchun bitta umumiy javob yo'q. Men har doim aytaman. Sizning holatingizni hujjat bilan ko'rmasdan aniq pensiya aytish qiyin. Ikkinchi nozik jihat, ish haqi ma'lumotlari. Ba'zan odamning staji yetarli bo'ladi, lekin ish haqi bo'yicha ma'lumot to'liq bo'lmaydi. Eski davrlarda oyliklar vedomotslarda, arxivlarda saqlangan. Agar o'sha hujjat topilmasa, hisoblashda boshqa tartib qo'llanishi mumkin va bu pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Shuning uchun nafaqat qayerda ishlaganman, balki qancha oylik olganman va bu qayerda tasdiqlangan degan savol ham muhim. Uchinchi nozik jihat, familiya, ism, ota ismi, tug'ilgan sana va pasport ma'lumotlaridagi farqlar. Masalan, mehnat daftarchasida Muhammadjon deb yozilgan, pasportda Muhammadjon bo'lishi mumkin. Yoki tug'ilgan sana bir hujjatda 12 may, boshqasida 20 may. Bunday holatda pensiya organi bu bir odam ekanini isbotlang deyishi mumkin. Sud orqali faktni belgilashga ham to'g'ri kelishi mumkin. Shu sababli hujjatlarni oldindan solishtirish juda muhim. 4-nozik jihat, pensiya olayotgan odamning qayta ishlashi. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Bu holatda pensiya to'lanishi, qayta hisoblanishi yoki ayrim ustamalarga ta'siri qonunchilikdagi amaldagi tartibga bog'liq. Shuning uchun pensioner ishga kirayotganda ham mehnat shartnomasini rasmiy tuzdirishi, o'ziga tegishli to'lovlar va huquqlarni aniqlab olishi kerak. 5-nozik jihat, aldovchilar. Pensiya islohoti haqida gap ko'paygan sari men pensiyangizni oshirib beraman. Arxivsiz ham staj qo'shib beraman. Falon pul bersangiz hujjat chiqarib beraman deydigan odamlar paydo bo'ladi. Men bunday va'dalarga ishonmaslikni qat'iy maslahat beraman. Pensiya faqat qonuniy hujjat va rasmiy tartib asosida oshadi. Pul berib masala hal qilaman degan odam sizni chuv tushirishi yoki jinoyatga tortishi mumkin. Keling, oddiy raqamli misollarni ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling, 2 odam bir vaqtda pensiyaga chiqmoqda. Anvar aka 28 yil rasmiy ishlagan, o'rtacha maoshi ham yaxshi ko'rsatilgan. Vali aka esa 28 yil ishlagan, lekin 10 yili norasmiy. Qolgan yillarda ham maoshi past ko'rsatilgan. Ikkalasi bir xil kasbda ishlagan bo'lishi mumkin, lekin pensiya hisobida Anvar akaning holati kuchliroq bo'ladi. Chunki tizim hujjatga qaraydi. Yana bir misol. Malika opa 20 yil tikuvchilik sexda ishlagan, lekin sex bir necha marta nomini o'zgartirgan. Mehnat daftarchasida muhrlar, xira, ayrim buyruq raqamlari yo'q. U pensiyaga yaqinlashganda arxivga murojaat qildi va burda tilini tasdiqladi. Qolgan 6 yil bo'yicha hujjat topilmadi. Agar u buni 10 yil oldin boshlaganda eski rahbarlar, buxgalterlar, guvohlar yoki qo'shimcha hujjatlar orqali masalani yengilroq hal qilishi mumkin edi. Vaqt o'tgan sari hujjat topish qiyinlashadi. Yana bir holat. Rustam aka yakka tartibdagi taksichi bo'lib ishlagan. Yillar davomida pul topgan, oilasini boqqan, lekin rasmiy ro'yxatdan o'tmagan yoki to'lovlarni muntazam qilmagan. Pensiya yoshiga yaqinlashganda u men ham ishladim-ku deydi. Ha, ishlagan, lekin pensiya tizimi uchun bu mehnat rasmiy qoldirmagan bo'lsa, hisobga olish qiyin. Shuning uchun hozir faoliyat yuritayotganlar rasmiylashtirish masalasini orqaga surmasligi kerak. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa, uni tasdiqlovchi hujjatlar tartibda bo'lsin. Ism, familiya hamma joyda bir xil yozilganmi tekshiring. Agar farq bo'lsa, buni hozirdan aniqlang. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Ishga kirgan sana, ishdan chiqqan sana, buyruq raqami, korxona muhri, lavozim nomimi, yozuvlar o'chmaganmi, ustidan tuzatish kiritilmaganmi? Agar tuzatish bo'lsa, u rasmiy tasdiqlanganmi? Mehnat daftarchasi yo'qolgan bo'lsa, avvalgi ish joylaridan yoki arxivdan ma'lumotnoma olish kerak. Uchinchi qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Buning uchun yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, pensiya jamg'armasi bo'limlari, davlat xizmatlari markazlari yoki tegishli rasmiy platformalar orqali ma'lumot olish mumkin. Sizning ish stajingiz, ish beruvchilaringiz, to'lovlaringiz bazada ko'rinadimi? Shuni aniqlang. Agar ko'rinmasa, keyin to'g'rilanadi deb kutmang, ariza bilan murojaat qiling.
To'rtinchi qadam, arxiv hujjatlarini yig'ing. Eski korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat davlat arxiviga murojaat qiling. Arizada qaysi yillarda, qaysi korxonada, qaysi lavozimda ishlaganingizni aniq yozing. Iloji bo'lsa, korxonaning eski nomi, manzili, bo'limi, rahbar nomi, buyruq sanasi kabi ma'lumotlarni qo'shing. Arxiv xodimi sizning xotirangizni o'qiy olmaydi. Aniq ma'lumot bersangiz, topish osonlashadi. 5-qadam, ish haqi bo'yicha ma'lumotnomalarni to'plang. Ayniqsa pensiya hisobiga ta'sir qiladigan davrlar bo'yicha oylik ma'lumotlari muhim bo'lishi mumkin. Eski buxgalteriya hujjatlari, ish haqi vedomoslari, tashkilot ma'lumotnomalari kerak bo'ladi. Agar hujjat topilmasa, rasmiy tartibda qanday alternativ yo'l borligini pensiya jamg'armasidan yozma ravishda so'rang. 6-qadam, norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, vaziyatni o'zgartiring. Ish beruvchidan mehnat shartnomasi talab qiling. Maoshingiz rasmiy ko'rsatilishini so'rang. Agar o'zingiz xizmat ko'rsatsangiz, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida yoki boshqa qonuniy shaklda ro'yxatdan o'tish imkoniyatlarini o'rganing. Bugungi kichkina rasmiylashtirish ertangi pensiyada katta farq berishi mumkin. 7-qadam, hamma murojaatni yozma qiling. Og'zaki javobga suyanmang. Pensiya bo'limiga borsangiz, savolingizni yozma ariza shaklida bering va ro'yxatga olingan raqamini saqlang. Javobni ham yozma oling. Agar rad javobi bo'lsa, unda sabab ko'rsatilishi kerak. Sababni bilsangiz, hujjat to'ldirasiz, arxivga borasiz yoki zarur bo'lsa, yuqori tashkilotga shikoyat qilasiz. 8-qadam, hujjatlarning nusxasini alohida papkada saqlang. Mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotlari, sud qarorlari bo'lsa, hammasini tartib bilan joylang. Men ko'p ko'rganman. Odamning huquqi bor, lekin hujjat uyda yo'qolgan, natijada oylab yuguradi. Agar siz allaqachon pensiya olayotgan bo'lsangiz, menga endi kech deb o'ylamang. Siz ham o'z pensiya hujjatingizni tekshirtirishingiz mumkin. Agar hisobga olinmagan stajingiz bo'lsa, arxivdan yangi hujjat topsangiz. Familiya yoki ish haqi bo'yicha avval kiritilmagan ma'lumotlar aniqlansa, rasmiy tartibda qayta ko'rib chiqish masalasini ko'tarish mumkin. Albatta, har bir holatda natija kafolatlanmaydi. Lekin tekshirmasangiz umuman bilmay qolasiz. Agar pensiyangiz juda past bo'lsa, ijtimoiy yordam, kompensatsiya, nafaqa yoki mahalla orqali beriladigan yordam turlari bo'yicha ham ma'lumot oling. Ba'zan odam faqat pensiyaga qarab o'tiradi, lekin o'ziga tegishli boshqa ijtimoiy yordamdan bexabar bo'ladi. Ayniqsa yolg'iz pensionerlar, nogironligi bo'lganlar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, kam ta'minlangan xonadonlar mahalla va ijtimoiy himoya organlari bilan aloqada bo'lishi kerak. Farzandlar va nabiralarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangizning pensiya hujjatlarini tekshirishda yordam bering. Ko'p pensionerlar elektron portal, ariza, arxiv, skaner, nusxa olish ishlarini bilmasligi mumkin. Siz uchun 20 daqiqalik ish ular uchun bir haftalik tashvish bo'lishi mumkin. Ota-onangizning mehnat daftarchasini ko'rib chiqing. Eski ish joylarini yozib oling. Kerak bo'lsa arxivga birga boring. Bu nafaqat pul masalasi, bu hurmat masalasi hamdir. Yana bir muhim jihat. Ota-onangizga falon odam pul evaziga pensiyani oshirib berar ekan degan gaplarga ishonmaslikni tushuntiring. Har qanday to'lov faqat rasmiy kassaga yoki rasmiy davlat boji sifatida bo'lishi kerak. Qo'lga pul berish, vositachi orqali ish qilish juda xavfli. Aziz yurtdoshlar, pensiya islohoti deganda qo'rqish ham, beparvo bo'lish ham kerak emas. Eng to'g'ri yo'l o'z huquqingizni biling, hujjatlaringizni tartibga keltiring, rasmiy ishlang, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring va har bir masalani yozma tartibda hal qiling. Pensiya qanday oshishi, umumiy indeksatsiya, eng kam to'lovlar, staj, ish haqi va alohida imtiyozlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Kimning hujjati toza, staji rasmiy, ma'lumotlar aniq bo'lsa, u o'z huquqini himoya qilishda ancha kuchli bo'ladi. Agar siz pensioner bo'lsangiz, pensiyangizni qayta tekshirtirishdan tortinmang. Agar pensiya yaqinlashayotgan bo'lsangiz, bugundan tayyorgarlik ko'ring. Agar hali yosh bo'lsangiz, norasmiy ishning ertangi oqibatini unutmang. Bugun konvertda olingan maosh ertaga kam pensiya bo'lib qaytishi mumkin. Sizning fikringiz men uchun juda muhim. Kommentariyada yozing. Sizda pensiya hisoblash, staj, arxiv yoki pensiya oshishi bo'yicha qanday muammo bor? Qaysi savolga alohida video qilishimni xohlaysiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir xonadonga kerak bo'lishi mumkin.